Xullas qarindoshlar, bodringni olib, mayda qilib to'g'rab, undan keyin skavorotkaga solib, 2 dona tuxumni aralashtirib ustidan soladigan bo'lsanglar, xitoycha bodringlik omlet bo'lar ekan-da. O'xsharmikan, ha? Deb turib, iminna o'sha xitoycha bodringlik retseptni qilishni boshladim. Aytgancha qarindoshlar, sizlar uchun juda bir zo'r yangiligim bor. 27-28 may kunlari Xitoydan narsa zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul dars bo'lib o'tmoqda. Bepul darslikni o'tkazib yubormaslik uchun profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanalimga o'tib olinglar qarindoshlar. Xitoycha retseptni davom etamiz qarindoshlar. Bu retsept uchun 3 ta tuxumni olib yaxshilab aralashtirdim. Tuxum rangi negadir rosa xunuk ekan. Yog'langan skavorotkaga bodringlarni ketma-ketlikda solib chiqdim. Bodringlarni skavorodkada ko'rganimdan keyin juda katta to'g'raganimni bildim-de. Bodringlar bijillab qaynashni boshlagandan keyin ustidan tuxumni solib, bodring bilan tuxumni o'zi qup-quruq bo'lib qoladi deb ustidan kapchonni kalbasani tyorkadan bir chiroyli qilib o'tkazdim. Xitoycha retseptga boshqacha ko'rk berdi lekin kalbasalar. Bu janavarni orqa tarafi rosa zo'r pishdi. Endi oldi tarafini pishiraman deb o'girishga harakat qilsam chochilib ketyapti-de. Video buzilsa ham bir amallab o'girib oldim qarindoshlar. Albatta qarindoshingiz har bitta retseptda bitta qovun tushirmasa ko'ngli joyiga tushmaydi. Ana endi siz kutgan lahzalar qarindoshlar, degustation joyi. Qani bismillahirrohmanirrohim deb yeb ko'rdim. Rosa qaynoq payti tiqvorimman zo'rg'a chaynadim-o. Salgina o'tgandan keyin shunaqangi zo'r maza chiqishni boshladi qarindoshlar. Judayam zo'r bo'lar ekan bu. Bodringli retseptni barcha qarindoshlarim uyda sinab ko'rishni bemalol tavsiya qilaman.